Herbalife 24 ni yaratganimizda birinchi maqsadimiz professional sportchilarning ehtiyojlariga mos mahsulotlar yaratish edi. 07 Drives an'anaviy sport ichimligining zamonaviy talqini bo'lib, sun'iy ta'mlar yoki shirinliklarsiz namlikni ta'minlaydi. Dunyoning eng yirik sportchisi Cristiano Ronaldo bilan ishlash juda ajoyib bo'ldi. Biz uning ehtiyojlarini birlashtirgan ichimlikni butunlay novdan yasadik. Uning haqiqiy biologik ma'lumotlari. Bizda muloqot bo'ldi va munosabatlar qurildi. Bu uning shaxsiy maqsadlariga juda mos keldi. Bozorda ko'plab yaxshi mahsulotlar bor deb o'ylayman, lekin men uchun eng sevimli narsa Herbalife. Cristiano bilan ishlash tabiiy mos keldi. Agar yoga qilmoqchi bo'lsangiz, yurak urishini ko'tarib terlayotgan bo'lsangiz, bu aslida sog'lom va faol hayot tarzini olib borishga harakat qilayotgan odam uchun. Unda energiya uchun uglevodlar, 3 ta elektrolit, natriy bor. Kaliy, magniy. Oxirgi komponent biz qo'shilgan vitaminlari B1 va B12. Bular bu mushaklarni kuchaytiruvchi va mashg'ulotlar uchun energiya beradigan reaksiyalarni qo'llab-quvvatlashda ishtirok etadi. Mashq qilganingda terlaysan, elektrolitlarni yo'qotasan. Faqat suv ichish bu elektrolitlarni almashtira olmaydi. Siz tanangizda saqlangan shakarlardan ham foydalanasiz. 27 dvigatelida juda farq qiladigan shakar glyukoza. Glyukoza yagona shakar. Miya energiya uchun ishlata oladigan narsa. Biz bu mahsulotni laboratoriyadan maydonga olib chiqdik. Biz uni ko'plab sportchilar bilan sinab ko'rdik. Edher Jackson, professional triatlonchi, triatlonni mashg'ulotlari uchun asos sifatida ishlatgan. Bu uning Ironman Toyur dalinidagi katta g'alabasining muhim qismi bo'ldi. Tanangga kiritayotgan hamma narsa keyingi mashg'uloting qanday o'tishini yoki oxirgi mashg'ulotdan qanday tiklanishingni belgilaydi. Siz toza va xavfsiz mahsulotdan foydalanayotganingizga ishonch uchun, men esa eng yaxshi sifatli ingredientlarga egaman. Sifatimizdan hech kimga zarar yetkazmang. Sun'iy shirinlashtiruvchilar yo'q va hamma narsa taqiqlangan modda sinovdan o'tkazilgan. Shuning uchun mahsulotlarimizdagi har bir ingredientga to'liq ishonchingiz komil bo'ladi. Biz 7 Drive uchun juda hayajonlamiz. Bunday ichimlik tayyorlash uchun yuqori darajadagi sportchi Cristiano Ronaldoning fikr-mulohazasini olish juda yaxshi bo'ldi. Herbalifening shiori sog'lik va farovonlik hamda sog'lom turmush tarzida yashash. Shuning uchun hammasi yaxshiroq ovqatlanish tanlovi haqida. Mashg'ulotingiz atrofida bo'ling. Shunda butun hayot tarzingiz davomida yaxshiroq ovqatlanish tanlovlarini qabul qilasiz.